Bugun ajoyib joyga ko'rsataman. Bu yer Waterside sog'lomlashtirish klubi. Bu yerda Xitoy metodikasi asosida oyoq og'riqlaridan xalos bo'lish, stresslarni yechish, energiyani tiklash mumkin. Premium atmosfera, joylari toza, ishlatilayotgan narsalarning hammasi bir martalik. Oyoq uchun vannalari ham sterillangan. Chet eldan kelgan professional mutaxassislar ishlaydi. Ota-onangizni olib kelsangiz rosa duo qilishadi. Bo'g'imlardagi og'riqlari ketib, qon aylanishlari yaxshilanib, shifobaxsh choylarni ichib, maza qilib yengil bo'lib ketishadi. Butun oila bilan kelsanglar, katta VIP xonasi ham bor. Er-xotin muolaja olsanglar ham bo'ladi. Xonalar asosan 2 kishilik. Muolajalar asosan 1 soat davom etadi va 750 mingdan boshlanib 1,5 milliongacha borishi mumkin. Men issiq toshli muolajadan oldim. Oyoqdagi zaxlarni olarkan, charchoqlarim ketib, qon aylanishlarim yaxshilanib, o'zimni zo'r his qildim. Asosan tovon, bosh hamda bo'yin qismlari massaj qilinar ekan. Xullas yomon joy emas. Waterside sog'lomlashtirish markazi obedki 2 dan kechki 2 gacha ishlaydi. Adresi Alfraganus savdo markazini shunday ichida. Bu videoni o'ta charchab ketgan tanishingizga yuborib qo'ying.